Mana yaqin olingda bitta. Bu masalan bu nimaga kerak bizga? Buni biz mana bunday olib saskaga, mana qarang, saskaga tiqamiz. Buni hali ko'p odam tushunmayapti. Nimaga bundaydi? Hozir buni keyin ijodda ko'rasiz. Bu примерно bir 5 sm, uncha ham ko'p ham kerak emas. 5 sm shunaqa. Bo'lsa ham bo'laveradi. Bularni mana bitib bu yangicha ijod, buni borki ko'p hali bu narsani bilmaydi. Bu flotskiy no, короче, lag'mon po-flotskiymi shunaqa ruschalab qanaqa aytardim, uncha yaxshi esimda yo'q. Bu shunaqada, bu bunday tarzda. Keyin buni o'sha joyini ham ko'rsatib, buni keyin borki bunday o'rab lüp ahtun shahtun qilib bersangiz bo'ladi. Yoqda qizdirib ana qilsangiz ham bo'ladi ustiga ishtaqa uchun hammasini. Endi men hozir bu yoqda yana sal tayyorgarligi bo'layapti, o'shaning uchun hammasini sariyog'masini ustiga bunday qilib qo'ymayman. Sariyog'ni albatta qo'ysangiz o'z chiroyli bo'ladi. Prosta men sizlarga ana uchun qani deylik, mana olaylik. Biz уже o'radik buni. Mana o'ralgani ko'ryapsiz, mana o'ralgani qanday. Mana bunday aylantirsangiz o'raladi. Hidini невозможно. Bu yerda teng bo'lib borki, sariyog'da, aynan sariyog'da piyoz qovurilgani вообще jinni hid beryapti. Ta'mini ko'ramiz endi, mana qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Bu aradan mehmonlar kelganda dilar qanday desam, mehmonlar hayron qoladi, bu turishda ko'rsa, bu nima bo'lar ekan bunaqa deydi. Необъяснимо. Yana mana saskani ta'mi ham zo'r, keyin mana bilan tushuntirib bo'lmaydi. Mana piyoz, timoli, sariyog'da va plus makaron shunaqa ta'm bergan, bir tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir savetim, biz boya sal shoshilgan ekanmiz. Iloji boricha makaronni yarimiga bitib tiqib qo'yavering. Yarimi u yoqda, yarimi bu yoqda bo'lsin. Chunki o'ralishda uncha qiynamaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sariyog'da ana piyozni